Qashqadaryo, Surxondaryo xalqi bir ariqning suvini ichgan. Qashqadaryoda 3 ta qarib, Surxondaryoda 3 ta ariq qilib, sirqosh bo'lib tanilgan. Bir ariqning suvini ichgan. Surxondaryo, Qashqadaryo xalqining mehr oqibatdan qurilgan qo'rg'oni hech qachon ko'z tegmasin. Azlar bugun Koson tumanida qad ko'targan to'y tantanlar saroyi talmish O'rinbobo to'yxonasida barchangizga hofizlar xush ko'rdik. Xushvaqt bo'lingizlar. Hamisha hamma vaqt bo'lingizlar. Azamatjonning san'atiga ilohim ko'z tegmasin. Gar kuylasa eshitinglar. Gar kuylasa eshitinglar. Ovozi bor, betakror. Surxondaryo, Qashqadaryo to'ylarda xizmat uchun shaylangan, muxlislari suygan qarang, hofiziga aylangan. Yotganda ham, turganda ham xalq xizmatini o'ylaydi. Qashqadaryo farzandi bugun Azamatjon Sharipov xalqimiz uchun, muxlislarimiz uchun chin yurakdan kuylaydi. Jonli ijroga hofizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Akajon, men ham Surxondaryodanman, javob beradiman. Eshon boboman. Ismim mening Azamatjon, ismim mening Jabbar Ali. Uylanganim yo'q hali. Ikki og'iz gapirsam, kelaveradi qofiya. 6-xotinimning otini aniq bilaman. Ismi Safiya. Ismi Safiya. Termizga boring Azamatjon, meni bitta mafiya degan ekan. Voybarchin o'g'il qilsa baxshi bo'ladi. Voybarchin o'g'il qilsa baxshi bo'ladi. Xotin ko'p bo'lsa yaxshi bo'ladi. So'lig'in bildigan foydasi bor. Xotinni almashtirib tursang foydasi bor. Bayanida tanka bo'ladi. Artist, rais hammasi lanka yaxshi bo'ladi.